Demak, biz o'qigan badiiy kitoblarimiz asosida loyiha ish tayyorlashimiz kerak edi. Rashid va Munira bilan Ziyodaxon o'zi o'qigan kitob haqida loyiha ish tayyorlab kelgan. Qani gapiramiz? Biz 2-2-5 hajviy qissa kitobini o'qiganmiz. Bu kitobni O'tkir Hoshimov yozgan. O'tkir Hoshimov davrida ko'p qiziqarli ishlar bo'lib o'tgan. Buni Ziyoda gapirib beradi. O'tkir Hoshimov 20-asr ikkinchi yarmi o'zbek adabiyoti, aniqrog'i nasr rivojida O'tkir Hoshimovning munosib o'rni bor. Yozuvchi o'z asarlarida har doim haq gapni aytishga intildi. Shu bois ham uning ijodkorning hikoya, pyesa, romanlarida xalqimizning sevimli asarlari qatoridan o'rin oldi. Yaxshi, yashang. Demak, maktub ham o'rin olgan ekan taqdimotingizda. Kimga maktub yozdingiz? Qo'shoqvoyga. Xo'sh, qani maktubni kim o'qib maktubni o'zgacha shaklda tayyorlashibdi? Qani Qo'shoqvoyga maktub. Salom Qo'shoqvoy, ahvoling yaxshimi? Sen bu hikoyada rol o'ynaganingda qiyin bo'lgandir. Men senga o'xshab aldanmaydigan bo'lmoqchiman. Agar sen bilan ko'rishib qolsam, aldamaslik yo'llarini so'ramoqchiman. Demak, Qo'shoqvoydagi qaysi jihat yo'qdi sizga? Qo'shoqvoy aldanayotgan edi boshida, keyin u bilib qoldi. Menga shu xislati yoqdi. Menga mehribonligi, aqlliligi va epchilligi yoqdi. Yo'qdi. Yaxshi, yana nimalar tayyorlagansiz? Hikoya qatnashuvchilari Qo'shoqvoy, uning xislati shu, Shodivoy esa aqlli, Rais buva yolg'onchiroq, Nargisxon aldanuvchan, Raykom buva mehribon, Musayev esa quvnoq. Quvnoq. Yashang. Demak, bu nima? Bu qo'l mehnati. Qo'l mehnati orqali, xo'sh, nimani ifoda etmoqchi bo'ldingizlar unda? Biz bunda O'tkir Hoshimov uchun qabrlarga guldasta qo'yilgan va bu narsa O'tkir Hoshimovni kiyimi aks etishga harakat qildik, chunki bu yerda ham kiyimi va bu yerda medal turibdi. Shunga o'xshatishga harakat qildingiz. Yaxshi, asar qanday qissa ekan? Hajviy qissa. Demak, kitob sizlarga yoqdi. Loyiha taqdimoti uchun rahmat. Yana qanday kitoblar o'qishni xohlaysiz? Mening xohlagan kitobim Shayton nayraklari kitobini o'qishni xohlayman. Yaxshi. Imom Al-Buxoriyning hadislar to'plamini O'qishni. Yaxshi. Yil davomida qaysi kitoblarni o'qidingiz? Adabiyot darslari orqali. 2-5 Qo'shimcha. Akkari 2-5 Shaytoncha nayraklarini biroz o'qidim. Ana bu Yashamoqni o'qidim va boshqa kitoblar. Monichi? Ha, Moni laqabli kuchukcha. Yaxshi. O'xshagan kitoblarni o'qidim. Men Moni laqabli kuchukcha 2-2-5 Sohil. sohilga qarab cho'kayotgan olimlar, yana boshqa kitoblarni o'qidim. Yashamoqni o'qiding. Yaxshi, rahmat, barakalla.